Assalomu alaykum. Robocon testdagi 05-16 masalani yechamiz. Olma terish. Masalani shartini o'qiymiz. Jasur va Sabina boqqa olma tergani ukalari bilan birga ketishdi. Ular olma terishayotgan vaqtda ukalari savatdagi olmalardan setasini yeb qo'yishdi va oxirida Jasur va Sabina qanchadan olma terishganini aytishdi. Sizning vazifangiz ular adashib ketmagan bo'lsa jami qolgan olmalar sonini aniqlang. Demak, kirish faylida A, B va C natural sonlar mos ravishda Jasur va Sabina tergan olmalar va ukalari yeb qo'ygan olmalar soni ekan. Demak, A va B va terilgan olmalar soni, C esa yeyilgan olmalar soni. Chiqish faylida jami bo'lib qancha olma qolganini chiqaring. Agar ular hisobda adashib ketishgan bo'lsa, error so'zini chop eting. Mana masalan, demak, Jasur va kim edi ismi? Sabina. Jasur va Sabina bittadan olma tergan, o'zini hisobi bo'yicha. Demak, ikkita jami olma bo'ladi. Bittasini ukalari yeb qo'ygan. Jami nechta qoladi? Bitta qoladi. Endi bular 4 tadan terishgan. Bu demak jami 8 ta bo'ladi. Bu 9 ta yegan. Demak, mumkin emas, ha? Demak, 8 ta o'zi olma bor edi. 9 ta yegan. Demak, kimdir bu yerda adashgan. Yo bular, yo bular. Nima bo'lganda ham shunaqa holat bo'lsa, error deb chiqarishimiz kerak. Endi buni algoritmi qanaqa bo'ladi? A plus B bo'ladi. A plus B minus C bo'ladi. Xo'sh, agar shu 0 dan katta bo'lsa, shuni o'zini chiqaramiz. Aks holdachi error deb chiqaramiz. Demak, oddiy bu masala. Keling endi shu masalani Pythonda yechaylik. Demak, bizga bitta qatorda berilyapti A, B, C sonlari. A, B, C teng bo'ladi. Demak, list map int input split. Xo'sh, nima qilyapti bu? Oldingi darslarda o'rganib qo'yganmiz allaqachon. Yana keling takrorlaylik. Input to'liq qatorni o'qiydi. Qatorni o'qigandan keyin split buni bo'lib string tipida bo'ladi. O'qiganda bu string tipida bo'lib listga yozadi. Endi map int har bir o'sha listning elementlarini olib int tipiga o'girib chiqadi va qaytib bu yerda listga yozib qo'yamiz. Endi aniq listda 3 ta sonligini bilganimiz uchun A, B, C larga o'qib olamiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Natija teng bo'ladi A plus B minus C. Ikkita bu terilgan olmalar soni, bu yeyilgan olmalar soni. Endi agar deymiz, natija 0 ga teng yoki katta bo'lsa, demak to'g'ri bo'ladi, hammasi to'g'ri. Print deymizda, natija. Aks holdachi? Aks holda print deymizda error so'zini nusxalaylik shu yerdan. Mana shuni chiqarishimiz kerak. Chunki xatolik bo'lgan bo'ladi. Chunki agar 0 dan kichik bo'lsa, bu yerda kimdir adashib ketgan bo'ladi. Xatolik bo'lgan bo'ladi. Keling yana ishlatib ko'raylik. Bu 3 ta 1 bo'lganda 1 chiqishimiz kerak. 3 ta 1 yozsak, ana 3 ta 1 chiqdi, to'g'ri. Endi ikkinchi holatchi 4 4 9 bo'lsa, error chiqdi, to'g'ri. Demak, buni olamiz endi, baholash uchun yuboramiz. Va bu yerdan Python tanlab yuborishni bosamiz. Mana testlardan o'tyapti. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning Pythondagi yechimi edi. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Undan tashqari, sizga pulli kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lish narxi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. Obuna bo'lish uchun quyidagi manzil orqali menga Telegramda bog'laning. Pullik kanalga obuna bo'lish bizga nimalarni beradi? YouTube va Instagramga qo'yilgan videolarni ko'rish imkonini beradi. YouTube va Instagramga qo'yilmagan videolarni ko'rish imkonini beradi. Dastur fayllarda nusxa ko'chirish imkonini beradi. Ya'ni siz shu paytgacha mavjud bo'lgan videodagi dasturlarni va bundan keyin nasib bo'lsa 1 yil davomida qo'yiladigan videodagi dasturlarni yozib o'tirmaysiz, balki nusxa ko'chirish imkonini bo'ladi. Ushbu video darslar to'xtab qolmasligi, boshqalarga ham yetib borishi va manfaatli bo'lishi uchun hissa qo'shamiz. Buning uchun kamida layk bosib, kanalga obuna bo'lamiz va do'stlarimizga ham ulashamiz, balki ular uchun foydali bo'lishi mumkin.
arzimagan ozgina to'lov evaziga o'zimizni, farzandimizni yoki yaqinlarimizni taqdirini o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Dasturlashga qiziqadigan yaqinimizga kanal obunasini sovg'a qilish 2 marta manfaatlidir.